Sarvar aka, hozirgi bo'ydoqlar necha yoshda uylanishni tavsiya berasiz? Juda ham yaxshi savol bo'libdi, o'rinli. Bolalarni necha yoshda uylantirish kerak? Ya'ni uylanmagan bo'ydoqlar oldinlari misol uchun balog'atga yetganda uylantirish tavsiya etilgan. Bolalarda urologik kasalliklarni oldini olish maqsadida, ya'ni hayol buzilsa, o'sha ayol kishiga bo'lgan hirs uyg'ongan paytda har bitta erkakda ya'ni ereksiya, olat ereksiyaga kirishadi va bu holatda urug' tashqariga chiqish kerak. Agar urug' tashqariga chiqmasa, prostatit, ya'ni yallig'lanish holatlari, siyishdagi o'zgarishlar, turli xil urologik muammolarga sabab bo'ladi. Hozirgi yoshlar ko'pchiligi uylanmaydi, ya'ni turli xil videolar ko'radi, pornografik yoki qizlar bilan telefonda gaplashadi. Bularning natijasida kech uylanish sababli uylangan kuyovlarda borib jinsiy zaiflik yoki bo'lmasa o'sha masturbatsiya yoki pornografik filmlarni ko'rgandan so'ng real hayotga qiziqish emas, balki turli xil videolar orqali orgazmni his qilishni o'zlariga odat qilib olishgan. Urolog sifatida shaxsan o'zimning fikrim, erkak kishi qancha erta uylansa, urologik muammolarni oldini olgan hisoblanadi. Siz necha yoshda uylangansiz? Kommentariyaga yozib keting. Eng yosh uylangan obunachimga shaxsan o'zimdan sirli sovg'am bor.